hujjatlarini takomillashtirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Anjuman tafsiloti xususida parlamentdan muxbirimiz xabar qiladi. Davra suhbatida asosiy e'tibor mamlakatimiz prezidentining 2011 yil 24 mayda O'zbekiston Respublikasining Intellektual mulk agentligini tashkil etish to'g'risidagi qarorini ijro etish uchun ishlab chiqilgan intellektual mulk to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasining qonun loyihasining mazmun mohiyati va uning ijro mexanizmlariga qaratildi. Prezidentimizning ushbu qaroridagi vazifalarni bajarish maqsadida hozirgi vaqtda intellektual mulk sohasida bir-biridan mustaqil holda faoliyat ko'rsatib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Davlat patent idorasi hamda mualliflik huquqini himoya qilish Respublika agentligi negizida O'zbekiston Respublikasining intellektual mulk agentligi tashkil etildi. Anjumanda ta'kidlanganidek, intellektual mulkni huquqiy muhofaza qilish maqsadida davlat siyosatini olib borish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda innovatsiyaviy texnologiyalar hamda ixtirolarni, ilmiy konstruktorlik hamda ijodiy ishlarning boshqa turlarini ishlab chiqarishga keng ta'sis etishga har tomonlama ko'maklashish, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, tadbirkorlik subyektlari uchun intellektual mulk sohasida kadrlarning malakasini oshirish hamda sohada xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi masalalar ham o'ta dolzarb vazifalardir. Shu bois anjumanda qonun loyihasini takomillashtirish yuzasidan deputatlar, mutaxassislar, ekspertlar o'z takliflarini berdilar. Bu yerda asosan 8 ta qonun hujjatlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilmoqda. Bu bevosita mana shu O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga, soliq kodeksiga hamda shu intellektual mulkka oid bo'lgan qonun hujjatlari, demak, bugungi zamon talabiga muvofiqlashtirilmoqda. Shu qonunlarimizdagi asosiy o'zgartishlar bu bizning mualliflik huquqlari va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonun hujjatlari qabul qilinganligi munosabati bilan mana shu litsenziyalar berish talab qilinadigan demak holatlarda nomlar o'zgardi. Masalan, audio-vizual yozuvlar degan norma kiritilyapti. Fonogramma degan norma kiritilyapti. Bo'lmasa tayyorlash, ko'paytirish va tarqatish degan normalar kiritilyapti. Bular nima uchun? Bular o'sha mualliflik huquqi egalarini mana shu faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun keng imkoniyat yaratib beradi. Prezidentimizning qarorlarida o'sha intellektual mulk huquqini himoya qilishda, demak, davlat agentligiga, intellektual mulk agentligiga o'sha mulkni himoya qilish maqsadida sudlarga, ya'ni fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga, xo'jalik sudlariga da'vo ariza kiritganda, demak, davlat bojlaridan ozod qilish masalasi qo'yiladi. Bu ham demak bu sohaga berilgan katta imtiyoz bo'lib hisoblanadi. Bu o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishdan asosiy maqsad qonunlarda intellektual mulk sohasida berilayotgan normalarning bir xillashtirish maqsad yoki bo'lmasam ularni unifikatsiya qilish va ularni ijroda qo'llanilishini bir xillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi deb o'ylaymiz. Bugungi davra suhbatida biz ana shu qonun loyihasini yanada takomillashtirish, uni ikkinchi o'qishga olib chiqish jarayonida berilgan takliflar bo'yicha kelishib olindi. Qonun loyihasida intellektual mulk sohasida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga ortiqcha moliyaviy xarajatlardan xalos etish to'g'risida ham normalar kiritilgan. Ushbu qonun loyihasining qabul qilinishi natijasida yuridik va jismoniy shaxslarning ortiqcha moliyaviy xarajatlardan xalos etilishi, intellektual mulk obyektlariga nisbatan huquq egalarining huquqlarini himoya qilish usullarini kengayishi ham ta'minlanmoqda. Yig'ilish ishtirokchilari qonun loyihasini ikkinchi o'qishga kiritish jarayonida amalga oshirilayotgan ishlar xususida atroflicha fikr almashdilar. Shuningdek, muhokama etilgan masala yuzasidan